Pepsi kompaniyasining 12-o'yinchi aksiyasi yurtimiz bo'ylab minglab ishtirokchilarga quvonch ulashishda davom etmoqda. Aksiya doirasida har kuni va har hafta turli sovrinlar o'z egalarini topayotgan bo'lsa, eng katta mukofot avtomobil ham navbatdagi omadli ishtirokchiga topshirildi. Bu safar omad Toshkent shahrida istiqomat qilayotgan namanganlik oilaga kulib boqdi. Har bir oilaning ichida boshqalarga ko'rinmaydigan fidoyilik yashaydi. Nasiba opa ham o'z orzularini farzandlarining kelajagi yo'lida ortga surgan onalardan. U oilasi baxti uchun uy bekasi bo'lishni tanladi. Bugun ular Toshkentda ijarada yashaydi, ammo bu xonadonda bir narsa hech qachon ijarada bo'lmagan. Ertangi kunga bo'lgan ishonch. Men 36 yoshman, bolalarimni tarbiyasi bilan bandman. Ularning osh-ovqati bilan, darslarni qabul qilib olish bilan, masalan, vazifalarni tekshirish bilan vaqtim o'tadi. Mo'jizalar faqatgina ertaklarda bo'ladi deganlar adashadi. Ba'zan birgina omad butun oila hayotini o'zgartirib yuborishi mumkin. Kutilmagan baxt, quvonch ko'z yoshlari, bularni kuzatish qay darajada maroqli. Pepsi kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan 12-o'yinchi aksiyasi juda ko'plab oilalarga ana shunday baxtni tuhfa etyapti. Ular BYD Yuan Up avtomobiliga ega bo'lishmoqda. Biz hikoya qiladigan oila ham ulardan biri. Mana bu haqiqiy sovg'a ham sizga. Tabriklaymiz yana bir bora. Pepsi aksiyasini bolalarimiz futbolga borishadi. Ular ichimlik olib kelishadi. Aksiya bo'layotganini bilib, jo'natdik promokod. Yutaman deb o'ylamagandim, lekin omad kulib boqdi. Aksiyada qatnashayotganda ular eng katta sovrin o'zlariga nasib etishini xayollariga ham keltirishmagan. Oddiygina xarid, oddiygina kod, ammo aynan shu oddiy qaror ularning hayotidagi eng unutilmas kunlardan biriga aylandi. Maktabga mashinada olib borasizmi? Albatta mashinada boramiz. Mashinaga borib, mashinada kelamiz. Shaharda yashash, bilasiz, oson emas. O'zicha bo'lmaydi. 3 ta farzandim bor. Pepsi kompaniyasiga avvalambor kattakon rahmat. O'ylamagan, kutmagan joyingizdan keldi. Bu haqiqat ekan hammasi. Butun yurtdoshlarimizga aytaman, O'zbekistonga omadga ishonish kerak. Albatta yutiladi, yutasilar. Bugun yana bir oilaning orzusi ushaldi. Balki navbatdagi baxtli hikoya sizniki bo'lar. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang, chunki Pepsi baxt va quvonch ulashadigan brend sifatida omadlilarni qidirishda davom etadi. Nigora Elmurodova, Farruh O'tbosarov, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.